Voy. Sen aytaman-da, bo'yga qolganda kamroq narsa yedi. Nima bu ovqat? Shumi? Ustoz aytgani qilmaganlik-da bu. Ko'tar. Yo'qotdimi? Bo'ydan oldin ves qilib bersang yaxshi edi. Qalay bo'lyapti? Ko'tar. Ves qilib bo'lgandan keyin xohlagan narsangni olib beraman. Maza qilib berib ichasan. Maşallah. Nima olib bering? Ha? Steak sangachi. Lavaş yiyeyim kilo abi. Lavashmi? Bu ves qilasan bo'ldi. Shu. Hamma ves qilyapti. Shu. 10 sekund. Uxlamayotganim sababi Doniyor, Saydulloh vezganat qotdi. Shularga paddeshka bo'lish maqsadida ota-onasi uzoqda. Endi qiyin paytda shu bola vez tashlayotgan paytda kaloriya kerak bo'ladi. Чтобы ham vez ketish kerak, ham bolada quvvat qolish kerak. Shunga yarim kechasida qozon boshida o'zim guruch qaynatayotibman. Trenerlikda shunaqa qiyin joylari bor. Chempionlarni uxlatdi, Almata uyquda. Syomkami? Ha, xudo xolasa. Nechuk? Ребята, отсюда выходите, здесь зона раздевалки, разогрева. Вон туда идете, в зону арены. Вот здесь есть вот стенд. Как я говорил, будут задаваться вопросы, почему ты достоин получить приглашение в лигу, контракт. Ловлю птичку взглядом, закажу пиццу на дом, плюс острый начо, я только начал. Я ловлю птичку взглядом, закажу пиццу на дом, плюс острый начо, я только начал. Что там, эй? Победа! Birinchi raundda boshida Ambition nima deysan, mana seleksiyaga kelding, birinchi pobedani qo'lga kiritding. Mehnat qilish kerak aka. Ustozimga rahmat kattakon. Ustozini olamiz. Avval Gapirdan shu. Havalay. Garinglarga kattakon rahmat Ulug'bekga. Addushi. Forma olishga keldik. Abdujabborov. Astoydil ishlaymiz. Özüm bilgende uçuyor. Kamaya kirgende koyup, kamaya koyuyor. Nasıl şey oldu bu ya? Nasıl? Kirgende özüm bana aytattı. Ama biraz cennettim aytattı.
Özü gereklisin altta gerekmez mi? Ben çıkarım. Yok. Давай килограмма. И вот тебе одна победа без поражений. Из Казахстана поприветствует Айдан Иманғали. Позиция алмасу. О, здесь может быть опасно. Одну руку уже заправил. Иә, екінші қолды салу керек Руку енді. подключил. Қосты ма екінші қолды? О, сдается! Буквально пару секунд оставалось до конца первого раунда. Мы слышали, что концовка уже была. Сам был на волоске от проигрыша. На 3-й минуте 10-й секунде первого раунда победу удушающим приемом Рейр Накчок одержал Дониор Абдуджаборов. Mening tanlovim Garella Energy. Assalomu alaykum. Mening tanlovim Garella Energy.